Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalarga 1 million 500 ming so'mgacha yordam puli berilishi haqida gap ketmoqda. Eng katta savol bitta: bu pul kimlarga beriladi? Qanday olinadi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, kimlar bu imkoniyatdan bexabar qolib ketmasligi kerak? Bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, yolg'iz yashayotgan keksalar, nogironligi bor qariyalar, farzandlar uzoqda bo'lgan ota-onalar, daromadi kam oilalar va mahalla orqali ijtimoiy yordam olishga haqli bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda qadam-baqadam tushuntiraman. Kim boradi? Qaysi hujjatni olib boradi? Arizada nima yozadi? Qaysi xatolardan ehtiyot bo'ladi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham odamning pulini vaqtida ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Ko'pchilik qariyalarga 5 million so'm berilar ekan degan xabarni eshitishi bilan bu pul hamma pensionerlarga avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday to'lovlar ko'pincha aniq toifadagi fuqarolarga aniq mezonlar asosida beriladi. Ya'ni pensiya yoshida bo'lishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatda yolg'iz yashash, kam ta'minlanganlik, sog'liq holati, nogironlik, parvarishga muhtojlik yoki ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlik talab qilinadi. Oldin qanday edi? Avval ko'p masalarda keksa odamning o'zi bir necha idoraga borishga majbur bo'lardi. Mahallaga boradi, tuman bo'limiga boradi, bankka boradi. Ba'zan kadastr yoki pensiya hujjatlari so'raladi. Natijada qariya odam yo'lkira qiladi, navbat kutadi, qaysi xonaga kirishni bilmaydi. Hujjat yetishmasa yana qaytadi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan yoki sog'lig'i yaxshi bo'lmagan keksalar uchun bu juda og'ir. Endi esa ijtimoiy himoya tizimida ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi, pensiya jamg'armasi, soliq kadastr, bank va boshqa tizimlar orqali fuqaroning holati o'rganiladi. Maqsad shuki, haqiqatan yordamga muhtoj odam yordam olsin, imkoniyati yetarli bo'lgan odam esa budjet mablag'ini asossiz olmasin. Lekin amalda muammo baribir qoladi. Nega? Chunki ko'p keksalar ariza berish kerakligini bilmaydi. Ba'zilari menga barib bermaydi deb umidsizlanadi. Ba'zilari esa noto'g'ri eshitgan ma'lumotga ishonib firibgarlarga uchraydi. Men bugun aynan shu xatolarning oldini olish uchun gapiryapman. Birinchi navbatda ilmiy 1 million so'm deganda bu har oy berilgan pulmi yoki bir martalik yordammi? Shuni aniqlash kerak. Ko'p hollarda bunday miqdordagi yordam bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Masalan, dori-darmon olish, davolanish xarajati, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, uy sharoitini yaxshilash yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxsni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladi. Ayrim hududlarda qaror mahalla va tuman komissiyasi orqali ko'rib chiqiladi. Shuning uchun men doim aytaman. Pul haqida eshitganingizda birinchi savol menga tushadimi? Emas. Qaysi toifa uchun va qaysi tartibda bo'lish kerak? Birinchi toifa: yolg'iz yashaydigan qariyalar. Masalan, 72 yoshli onaxon bor, eri vafot etgan. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda uyda o'zi yashaydi. Pensiyasi 900 ming yoki 1 million 200 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Doriga oyga 300 ming, kommunal to'lovga 200 ming, oziq-ovqatga 700 ming ketadi. Bunday odam oy oxiriga yetmay qiynaladi. Agar u mahalla ro'yxatidagi yolg'iz keksalar qatorida bo'lsa, ijtimoiy yordamga murojaat qilishga haqli bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa: nogironligi bor keksalar. Masalan, 68 yoshli otaxon ikkinchi guruh nogironi, yurishi qiyin. Har oy dorilarga 400 ming so'm sarflaydi. Pensiyasi bor, lekin yashash xarajatlarini qoplashga yetmaydi. Bunday holatda otaxon yoki uning ishonchli vakili mahallaga, ijtimoiy xodimga yoki inson markaziga murojaat qilib, moddiy yordam masalasini ko'tarsa bo'ladi. Muhimi, kasallik va xarajatlar hujjat bilan tasdiqlansa, ariza ko'rib chiqilishi osonlashadi. Uchinchi toifa: kam ta'minlangan oilada yashayotgan qariyalar. Ba'zi qariyalar farzandlari bilan yashaydi, lekin oilaning umumiy daromadi past. Masalan, bitta xonadonda buvi, nabiralar, ishsiz kelin va mavsumiy ishlaydigan o'g'il yashaydi. Rasmiy daromad kam, uyda bemor bor, bolalar maktabga boradi. Bu holatda qariya farzandi bilan yashayapti, demak yordam kerak emas degan xulosa har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Muhimi, oilaning real ijtimoiy ahvoli baholanadi. To'rtinchi toifa: parvarishga muhtoj keksalar. Masalan, 80 yoshdan oshgan, o'zi ovqat pishira olmaydi, do'konga bora olmaydi,
tibbiy ko'rikka ham kimdir olib borishi kerak. Bunday shaxslar uchun nafaqat pul yordami, balki ijtimoiy xizmatlar ham muhim. Ya'ni ijtimoiy xodim kelib xabar olishi, doğru olib kelishda ko'maklashishi, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Ko'pchilik faqat pulni o'ylaydi. Lekin ba'zida doimiy ijtimoiy xizmat puldan ham muhimroq bo'ladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar qariya yaxshi pensiya olsa, farzandlari bilan birga yashasa, oilaning daromadi yetarli bo'lsa, nomida bir nechta uy-joy, avtomobil yoki katta daromad manbai bo'lsa, bunday odamlar ushbu yordamga kirmasligi mumkin. Bu yomon narsa emas. Davlat yordami eng avvalo qiynalayotgan qatlamga yo'naltiriladi. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan yondashuv noto'g'ri. Har bir ariza alohida ko'rib chiqiladi. Keling sonlar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 75 yoshli ona 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. Uyda yolg'iz yashaydi. Har oy dori darmon 300 ming, gaz va elektr bigdakonsi ming, oziq ovqat 700 ming, telefon va yo'l xarajati 800 ming. Umumiy xarajat 1 million 300 ming so'm bo'lyapti dedi. Demak pensiya yetmayapti. Bunday holatda 5 million so'mlik bir martalik yordam unga katta yengillik beradi. Doğru olib qo'yadi, qarzini yopadi. Qish uchun oziq ovqat g'amlashi mumkin. Ikkinchi misol, 70 yoshli otaxon 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. Lekin o'g'li va kelini bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishlaydi. 5 million so'm oylik oladi. Kelini ham ishlaydi. Uy sharoiti yaxshi. Bunday vaziyatda otaxon keksa bo'lsa ham, aynan ham ta'minlanganlik mezoni bo'yicha yordam olmasligi mumkin. Chunki xonadon daromadi hisobga olinadi. Uchinchi misol, taqaz 2 yoshli bu nabirasi bilan yashaydi. Nabirasi talaba daromad yo'q. Bu pensiyasi 1 million so'm. Uy eski. Isitish tizimi yomon, dorilar doimiy. Bu holatda faqat pensiya miqdoriga qarab emas, yashash sharoiti, oilaviy tarkib, xarajatlar ham hisobga olinishi kerak. Shuning uchun arizada pul kerak deb yozishning o'zi yetarli emas. Vaziyatni aniq yozish kerak. Dori xarajati, parvarish holati, yashash sharoiti, qarindoshlar yordam bera olmasligi. Eng katta nozik jihat shuki, bunday yordamlar hamma joyda bir xil tezlikda rasmiylashmasligi mumkin. Bir mahallada ijtimoiy xodim faol tez kelib o'rganadi. Boshqa joyda navbat ko'p, hujjat ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Bu degani menga bermaydi degani emas. Bu degani siz ariza berganingizni qayd qildirishingiz, murojaat raqamini olishingiz va muddatini so'rashingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda bo'lish masalasi. Ba'zan fuqaro haqiqatan muhtoj, lekin ijtimoiy himoya yagona reyestrida yo'q. U o'ylaydi, demak men ola olmayman. Aslida bunday vaziyatda reyestrga kiritish masalasini ko'tarish kerak. Mahalla orqali oilaning holati o'rganiladi, daromadlar tekshiriladi, keyin xulosa beriladi. Agar siz bir martalat javobi olgan bo'lsangiz ham, vaziyat o'zgargan bo'lsa qayta murojaat qilish mumkin. Masalan, oldin farzandingiz ishlagan, hozir ishsiz. Oldin sog'lig'ingiz yaxshi bo'lgan, hozir operatsiya bo'lgansiz. Oldin qarindosh yordam bergan, hozir yordam bera olmayapti. Bularning hammasi ahamiyatli. Uchinchi nozik shart, hujjatlardagi xatolar. Eng ko'p uchraydigan muammo pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi yoki pensiya hujjatlaridagi nomuvofiqlik. Masalan, qariya amalda qizning uyida yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa manzilda turadi. Mahalla esa uni o'z hududida ko'rmaydi. Natijada ariza chalkashadi. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin yashash joyingiz, ro'yxatdagi manzilingiz va mahalla hududingizni aniqlab oling. 4-chi nozik shart, bank kartasi. Ba'zi keksalarda karta muddati tugagan bo'ladi, karta bloklangan bo'ladi yoki PIN kodni esdan chiqarib qo'ygan bo'ladi. Pul ajratilgan taqdirda ham karta muammosi sababli mablag'ni olish kechikishi mumkin. Shuning uchun oldindan bankka borib kartangiz faolmi, muddati tugamaganmi, SMS xabarnoma ulanganmi tekshirtiring. Agar qariya yura olmasa, bankning ishonchnoma orqali xizmat ko'rsatish tartibini so'rash kerak. 5-chi nozik jihat, firibgarlar. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech kim sizga telefon qilib 1 million so'm tushirib beraman, karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini yuboring desa, ishonmang. Davlat yordamini rasmiylashtirish uchun hech qachon SMS kod so'ralmaydi. Bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati va maxfiy kodini begona odamga bermang. Agar yordam kerak bo'lsa, mahalla, ijtimoiy xodim, inson markazi yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Telegramdagi noma'lum guruhlar tez pul chiqarib beramiz degan e'lonlar juda xavfli. 6-chi nozik shart, hamma oladi degan gap. Bunday gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi.
Qariyalarga yordam degani hamma pensiya oluvchiga bir xil pul tushadi degani emas. Masalan, bayram arafasida ayrim toifalarga bir martalik pul berilishi mumkin. Yoki ma'lum yoshdan oshgan yolg'iz nogironligi bor shaxslar uchun alohida yordam ajratilishi mumkin. Yoki mahalla jamg'armasi orqali ehtiyojga qarab moddiy yordam berilishi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy manbadan aniqlashtiring. 7-nozik jihat. Ariza yozishda umumiy gaplar emas, aniq faktlar kerak. Yordam bering, qiynaldim degan ariza insoniy jihatdan tushunarli, lekin komissiya uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Yaxshi usul shunday. Men falon yoshdaman, yolg'iz yashayman, pensiyam falon so'm, doimiy dori xarajatim oyga falon so'm, kommunal to'lovlar falon so'm, farzandlarim moddiy yordam bera olmaydi. Sog'lig'im sababli qo'shimcha xarajatlarim bor. Moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa vaziyat aniq ko'rinadi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1 million so'mgacha yordam olishga haqli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam. Rasmiy ma'lumotni aniqlang. O'zingiz yashaydigan mahallaga boring yoki telefon qiling. 1 avgustdan qariyalar uchun 1 million so'mgacha moddiy yordam tartibi bo'yicha kimlar murojaat qiladi? Qaysi hujjatlar kerak deb aniq so'rang. Agar mahallada ijtimoiy xodim bo'lsa, ayni u bilan gaplashing. Chunki ijtimoiy xodim oilaning sharoitini o'rganadi, tegishli tizimga kiritadi va yordam turini tushuntiradi. Ikkinchi qadam. Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Hozir ijtimoiy himoya bo'yicha ko'plab masalalar shu tizim orqali yuritiladi. Agar qariya yolg'iz bo'lsa, yura olmasa, qarindoshi murojaat qilib ijtimoiy xodim chaqirishni so'rashi mumkin. Murojaatda qariyaning FISH, tug'ilgan yili, manzili, telefon raqami, sog'liq holati va nima sababdan yordam kerakligi aytiladi. Uchinchi qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy hujjatlar. Dori-darmon xarajatlarini ko'rsatuvchi chek yoki retseptlar, bank kartasi ma'lumotlari, yashash sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan so'rab oling. 4-qadam. Arizani to'g'ri yozing. Men sizga sodda namunani aytaman. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi falon manzilda yashayman. Yoshim falon, pensiyam falon so'm. Sog'lig'im sababli doimiy dori-darmon xarajatlarim bor. Oilaviy sharoitim og'ir. Daromadim kundalik ehtiyojlarimga yetmayapti. Shu sababli menga moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Agar yolg'iz yashasangiz, albatta yozing. Agar farzandlaringiz yordam bera olmasa, sababini qisqa va aniq yozing. Agar kasallik bo'lsa, tibbiy hujjatlarni ilova qiling. 5-qadam. Ariza ro'yxatga olinganini tekshiring. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. Sizning murojaatingiz qabul qilinganini, kim ko'rib chiqishini, qachon javob bo'lishini so'rang. Agar elektron murojaat bo'lsa, raqamini yozib oling. Agar qog'oz ariza bo'lsa, nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirish yaxshi bo'ladi. Bu keyin ariza yo'qolib qoldi degan muammoning oldini oladi. 6-qadam. Uyga kelib o'rganishsa, vaziyatni yashirmang va bo'rttirmang. Ijtimoiy xodim yoki mahalla vakili kelganda real holatni ko'rsating. Dori qutilaringiz, retseptlar, kommunal to'lovlar, qarz bo'lsa yozuvlar, uy sharoiti hammasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin yolg'on ma'lumot berish kerak emas. Chunki bazalar orqali daromad, mulk, avtomobil, ro'yxatdagi odamlar tekshirilishi mumkin. Yolg'on aniqlansa yordam rad etilishi yoki keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. 7-qadam. Rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Ba'zan odamga sizga chiqmaydi deyishadi. Lekin nima uchun chiqmasligini tushuntirishmaydi. Siz sababini bilishga haqlisiz. Masalan, daromad yug'ur deb topilganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Reyestrda yo'qmisiz? Manzil mos kelmayaptimi? Sababni bilsangiz, xatoni tuzatish mumkin. Hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Manzil muammosi bo'lsa aniqlaysiz. Vaziyat o'zgargan bo'lsa qayta murojaat qilasiz. 8-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar telefon ishlata olmaydi, ariza yoza olmaydi, idoraga borishdan uyaladi. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki qarindoshingiz shunday holatda bo'lsa, ularga yordam bering. Birga mahallaga boring. Hujjatlarni tartiblang, bank kartasini tekshirtiring. Ba'zan bir yoshroq odamning ko'magi bilan qariya o'z haqqini oladi. Yana bir muhim maslahat, xarajatlarni yozib boring. Ko'pchilik pulim yetmayapti deydi. Lekin aniq hisobni ko'rsata olmaydi. Bir oy davomida dori oziq-ovqat,
kommunal to'lov, yo'l xarajati, shifokor ko'rigi, qarz to'lovi hammasini daftar yoki telefoningizga yozing. Masalan, pensiya 1 million 2 ming, xarajat 1 million 50 ming bo'lsa, bu yordam zarurligini tushuntirishda juda kuchli dalil bo'ladi. Agar qariyaga to'xtab bo'lsa yoki o'zi bora olmasa, nima qilish kerak? Bunday holatda qarindoshi mahallaga murojaat qiladi va uyda o'rganish o'tkazib bering deb so'raydi. Zarur bo'lsa ishonchnoma masalasi ko'riladi. Ayrim holatlarda notarius, bank yoki ijtimoiy xizmat vakillari orqali rasmiy vakillik kerak bo'lishi mumkin. Lekin avval mahalla va ijtimoiy xodim bilan gaplashish kerak, chunki ular qaysi yo'l eng to'g'ri ekanini aytadi. Agar bank kartasi bo'lmasa-chi, unda bankdan karta ochish kerak bo'ladi yoki to'lovni olishning boshqarma rasmiy yo'li so'raladi. Lekin men tavsiya qilaman, pensionerning o'z nomida faol bank kartasi bo'lsin. Karta raqami aniq, muddati tugamagan, pin kod ma'lum, lekin begonalarga berilmagan bo'lsin. Keksalar uchun kartani xavfsiz ishlatish ham juda muhim. SMS kodni hech kimga aytmaslik, telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslik, bank nomidan yozgan noma'lum odamlarga javob bermaslik kerak. Yana bir savol, agar qariya boshqa viloyatda ro'yxatda, lekin hozir boshqa joyda yashasa, qayerga murojaat qiladi? Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Odatda murojaat yashash joyi va ro'yxat masalasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda hozir yashayotgan mahallaga borib vaziyatni tushuntiring. Ular sizni ro'yxatdagi mahalla bilan bog'lashlari yoki vaqtincha yashash holatini qanday rasmiylashtirish kerakligini aytishlari mumkin. Manzil masalasini hal qilmasdan yordam olish qiyinlashadi. Agar farzandlar bor bo'lsa, lekin yordam bermasa-chi? Amalda bu ham uchraydi. Farzandlaringiz bor ekan deb avtomatik rad etish har doim ham to'g'ri emas. Chunki farzandning o'zi ishsiz, kasal yoki boshqa oilaviy majburiyatlari bo'lishi mumkin. Lekin buni isbotlash kerak bo'ladi. Shuning uchun arizada farzandlar borligini yashirmang, balki real holatni tushuntiring. Qayerda yashaydi, daromadi bormi, nega yordam bera olmaydi? Yolg'on keyin zarar qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, 1 avgustdan qariyalarga 1,1 million so'mgacha yordam puli masalasida eng muhim narsa shuki, bu xabarni eshitib shunchaki kutib o'tirmaslik kerak. Kimlarga berilishi, qaysi tartibda berilishi, ariza kerakmi yoki avtomatik tushadimi? Bularning hammasini o'z mahallangiz va ijtimoiy xizmatlar orqali aniqlashtiring. Agar siz yolg'iz yashaydigan, daromadi kam, nogironligi bor, parvarishga muhtoj yoki og'ir sharoitdagi qariya bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Men yana bir bor eslataman. Hujjatlaringizni tayyorlang, arizani aniq yozing. Murojaat ro'yxatga olinganini tekshiring. Bank kartangizni oldindan sozlang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta ma'lumotlaringizni yubormang. Pul chiqarib beraman degan begona odamlarga ishonmang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu yordam haqida mahalla ma'lumot berdimi? Kimlarga berilishi aytildimi? Siz yoki yaqinlaringiz murojaat qildingizmi? Sizning izohingiz boshqa bir qariyaga, boshqa bir oilaga juda katta yordam bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va davlat imtiyozlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.